Biz endi bugun birinchi kun gapirayotganimiz yo'qda bu masalada. Biz anchadan buyon gapiryapmiz va hukumatning hujjatlari ham mana hozir aytyaplar, mana 2011-yilda hattoki qabul qilingan o'sha qonuniy aktlarimiz borda. Nahot endi shu yo'ldan tirikchiligini qilib yurgan haydovchi bilmaydi deb o'ylaysizmi? Sizlar masalan mana reydlar o'tkazasizlar, to'g'rimi? Assalomu alaykum barchaga. Hozirgi kunda ushbu ko'chma tarozilar yaqinda Avtoyo'l qo'mitasi, Transnazorat inspeksiyasi, Ichki ishlar vazirligi bilan kelishilgan holda birgalikda kunlik reydlik tadbir hamda ko'chma tarozilar ish faoliyati boshladi. Haydovchilar buning haqida 2011-yil chiqqan qaror bo'yicha to'g'ri, ular aslida buni biladi ham. Juda ko'plar ham o'zining turnasini biladi. Lekin misol uchun mana oddiy qilib aytganimizda vodiy perevalidan o'tayotganda hamma tarozi borligini biladi. U yerga hamma o'zini og'irlik vasasini o'lchab, avvaldan shu jarima to'lamaslik uchun. Lekin hozirgi kunda o'zimiz ayniqsa voha Toshkent yo'nalishida haydayotgan yuk tashiyotgan transport haydovchilari juda katta, ya'ni o'sha 100 tonnadan ortiq yuk ortganligi bilan haydovchilar shu masala bo'yicha faqat bitta narsa, shu transport vositasini davlatimiz hududiga olib kirilganligini asosiy sabab chiqib oladi. Lekin ushbu transport vositalar hammasi o'sha maxsus karyerlar uchun mo'ljallangan. Karyerlarda mo'ljallangan. O'zingiz o'ylang, misol uchun u transport vositasi zavod ishlab chiqarganda, misol uchun 200 tonna belgilayapti zavod. Yuk ko'tara olish qobiliyatimda, lekin bizda 44 tonna bu. Har qanday misol transport tezligi 200 km bo'lgani bilan, lekin bizda o'zimizda hududimiz yoki o'zimiz qarorlarimiz, qonunlarimiz bo'yicha 100 km maksimum tezlik. Haydovchilar shu narsa bo'yicha bo'yniga olmaydi, ya'ni o'sha juda katta tonna ortadi, katta mablag' olishni xohlaydi, jarimadan norozi bo'ladi. Ular hammasi bu ishni biladi, lekin mana shu haydovchilarga aytilyaptimi, siz o'sha da'vo qilib chiqayotgan hujjatingiz, ya'ni Ustandart tomonidan ruxsat berilgan-ku, bu o'sha avtotransport vositalarining O'zbekiston hududiga kirishi va yo'llarimizda harakatlanish uchun degan e'tiroz bo'lganda tushuntirilyaptimi? Bular o'sha aholi harakatlanadigan, hamma harakatlanadigan yo'ldan emas, balki o'sha karyerlarda harakatlanishi uchun hujjatida ham shunaqa yozilgan deb aytilyaptimi? Biladi o'zlari. Hammasi biladi, haydovchilar o'zi juda yaxshi biladi. O'zi o'rganib olgan. Ya'ni o'sha ko'chma tarozi bo'yicha juda ko'p o'sha haydovchilar tomonidan e'tirozlar haligacha davom etyapti. Videoroliklar olyapti. Lekin bu baribir qaror O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori bo'yicha ish bo'lyapti. Jarimalar undiruvimiz, hatto Avtoyo'l qo'mitasi bilan birgalikda har bir kilometrga yurgan kilometrgacha jarimalar undirilyapti, lekin baribir shunda ham haydovchilar hali bu anondan to'xtagani yo'q. Bilib turib o'sha qarorni bilgan taqdirda ham harakat qilib